Tez Turkiya manzilini yangi manzilga o'zgartiramiz. Trend yo'l ilovasiga kirib olamiz. O'ng tomon pastda hisobimga o'tamiz. Biroz pastroqqa tushamiz. Hisob ayralarimga o'tib olamiz. Adreslarim bo'limiga kiramiz. O'ng tomon tepada 150 turibdi. Androidlarda qalamcha belgisi turishi mumkin. Ana o'sha yerga bosamiz, kirib olamiz. Telefon nomer e'tibor bering. Oxiri 02, ya'ni tez ilovadagi nomerni kiritishingiz shart. Ba'zilarda eski nomer qolib ketgan. Tez ilovasiga o'tib olamiz. Biroz pastroqqa tushib, Turkiya omborini manzilini nusxalab olamiz va SMS kabi qayergadir kirib, aynan bizga kerak joyini ko'chirib olganimiz ma'qul. Aynan mana shu joyi kerak bizga. Ko'chirib olamiz. Trend yo'l ilovasiga qayta o'tamiz va ana shu yerni qo'yamiz. Xohlasangiz polni o'chirib tashlang. Tez yetdi meni kodim. Siz o'zingizni ID kodingizni yozing. Qo'yamiz. Yana nuqta qo'yib, boshida va oxirida ID kodingiz yozilgan bo'lishi shart. Shu joyiga e'tibor bering. Mana shunday bo'lsa to'g'ri. Va saqlash tugmasini bosamiz. Bo'ldi, bizning manzilimiz o'zgardi.